Assalomu alaykum barchaga, sizlar bilan G'aniyev PUBG. Bugun bizning top 3 akkauntlarni ko'rib chiqamiz bo'ldi. Birinchi akkauntimiz hozir bu qiz 8 deb nomlanadi. Hammasini nomini bilardim, shuning uchun yozib turibman, ID'sini yozmay. Akkauntga kirishimiz bilan katta samolyotlar paplarni tashlagan bo'ladi. Akkaunt eslasanglar kerak, bu o'sha eng mashhur odamlardan biri Arzuzayni akkaunti. Buni kolleksion leveli 99 level. Erplari esa hammasi full, bir eskinchida ochilgan akkaunt, lekin eskida olinmagan. Dostijinasi 12,000 va uni zavasi 40 bitta, har sezon zavolangan. Uni kolleksiyasiga kirib ko'radigan bo'lsak, har turli kiyimlar bo'ladi bolalar. Har turli kiyimlar, har turli X-Suite, superkar hammasi bor. Bu akkauntda hamma X-Suite full, hammasi full. Kiyimlarni ko'rishlar mumkin, Godzilla setlari ham bor. Har turli setlar bor bolalar. Elflar ham bor, boshqasi ham bor. Endi birinchi videoyim, shuning uchun sal hayajon bo'lyapti. Bu yerda oldi ikkinchi sezon narsalari ham bor. Bu yerda yana reykini narsalari bor va pazarniy set ham bor ekan. 2 ta ultimate kaska bor ekan, 20 ta mifik kaska bor ekan va boshqalari oldiviy, yana oddiy kaskalar. Bu yerda ochkilarni normalnisi yo'q ekan, lekin hamma ochkilar bor. 100% garant. Va buning maskalari, chiroyli maskalari bor. Ultimate maskalar 4 ta ekan. Va boshqalari oddiy, bular qiziq emas. Endi kiyimlardan Beyblade sarig'i bor ekan va mana bunaqasi bor ekan. Keyin 2 ta mifik va bittasi Dream set bor ekan. Bittasi shu Jumpidan kelgan mifik kiyim ham bor ekan. Bu yerda yangi chiqqan ultimate papka ham bor ekan. Bularning hammasi full bo'ldi. Beyblade ham bor. Boshqachasi ham bor mana. Har turli narsalar bor. Buni oyoq kiyimlaridan hammasi bor bo'ldi. Mashinalardan, mototsikldan 3 ta, 4 ta mifiklar bor ekan. 60 ta sedan вообще joddiy. 60 ta sedanga. Lekin buning mifiklari kam ekan, endi kam chiqqan menimcha. Bunda hamma narsa bor. Boshqalari oldiviy va boshqalari oddiy. Mana shu Aston Martin menga eng yoqadiganlardan biri, superkarlardan. Va 57 ta bor ekan mana bunda. Voy bla. McLaren, Bentley, Bugatti, любой bor. Mana endi qurollari akimga shu M16 ham hammasi full ekan bo'ldi. Mana shu yashil yoqadi menga. Hammasi full. Texnik yadro bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Voy, bo'ldi, qaranglar qanaqa chotki akkaunt bu. Endi esa ikkinchi akkauntimizga o'tamiz. Xo'p, ikkinchi akkauntimiz bu hamma eslasa kerak, endi bu akkaunt hamma bilsa kerak. Menimcha hozir ko'rasizlar bolalar akkauntni. Nima qildi bu? Mana ko'rasizlar akkauntni. Hozir bug bo'lib qoldimi, nimadir bo'lib qoldi. Mana shu akkaunt hamma eslasa kerak. Bu akkaunt oldiviy kim akkaunti bo'ldi. Kim million yutibdan bu akkauntga. Kommentariyaga yozib qo'yasizlar va podpiska va like esdan chiqmasin bo'ldi. Agar mana shu videoning tagida 100 ta like bersanglar, men 60 CD o'ynab yuboraman. Mana bolalar, bunda ham shunaqa har turli narsalar, bunda ham yo'q narsa o'zini yo'q bo'lmaslik kerak. Chotki mana shunaqa setlar ham bor. Bu setlar nima qilar ekan bular? Dream setlar ham bor. Nima qilar ekan bular bu setlar? Mana
Superkarlar ham eng zo'rlari, eng hammasi bor. Bitta ham ko'rmagan. Osib tashurganlar. Uvazniklarda ham или 6 ta uvaznik. Вообще zo'r. Hammasi bor, hammasi. Oy, mana shular yo'qoldi menga. Mana shu turish chotkida bolalar. Turish yomon chotki turibdi-da lekin. Вообще klass akkaunt. Bu akkaunt kimning akkaunti kommentariyga sraz yozamiz hozir. Hamma ultimate nimalar bor, hammasi bor. Bitta ikkita narsalar qolib ketgan. Kolleksiyani 98. Endi 3-akkaunt bu bitta xarakter akkaunt. Bu akkauntning 27 ta sava bor. Airpus'ni ancha buni. Hozir ko'ramiz Airpus'ni. Bosilmayapti, qolyapti, uzr bolalar. Ko'ringlar-chi. S5 dan ochilgan akkaunt ekan, uncha old akkaunt emas. S5 dan ochilgan normalniy. 98. Bolalar. Sal internet ishlamayapti-da, uzr. Nechta zava bor ekan? Internet ishlamayapti-da, 27 ta zavasi bor ekan. Populyarniysi 1,5 milliard ekan. Okey, buning hammasida shu 55 ta ultimate, 581 ta mythicda. Hammasida shunaqa. Endi bular qizimas bizga. Hammasida bir xil narsa bo'lib ketgan. Mashinalardan Godzilla uvaznik bor ekan, Beep uvazniki bor ekan. Godzilla uvaznik va Beep uvaznik. Va Bulldog Godzilla'ning tapalari bor ekan. Вообще chotki akkaunt bolalar. Xo'p, bolalar, shu bilan top 3 talikni yakunladik. Menimcha eng zo'r akkaunt bu Narzani, ya'ni K8 degan akkaunt, ham 41 ta zava, ham Pum S3 dan